Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, sening dushmaning sana qarama-qarshidir. Qarama-qarshi odamlar bir-biridan yiroq turishi va bir-biriga yaqin yo'lamaslik lozim. Sen dushman destiga yerga ehtiyot qilgan, qattiq diqqat qilgan holda destigin. Dushmaningni u yerdan chiqib ketganligi va yiroqlashganligi seni mag'rur qilmasin. Balki u yerda sana qiltaq qurib qo'ygan bo'lishi mumkin. Dushmaningning qishiga qurolsiz, himoyachisiz kirma. Dushmaningning qurol tashlaganligi seni bexutlashtirib qo'ymasin. Qurolning hammasini ko'rib bo'lg'il bo'lmaydi. Su uxlasa uxlaydiki, dushman uxlamaydi. Ahamiyatsiz ishlarga aralashgan odam ahamiyatli ishlarni qo'ldan berib qo'yadi va o'zi anglashni xohlamagan narsalarni anglaydi.